Kecha men o'zidan o'zi stress mavzusini ochmadim. Chunki sizdagi doimiy stress va holsizlik bu defitsitlar sababidan. Siz esa aynan mana shu defitsitlarni shirinliklar yoki har xil energetiklar ili kofelar bilan yopmoqchi bo'lasiz. Bir necha soatdan keyin yana o'sha ahvol va yana o'sha kayfiyatsizlik va holsizlik. Nega deysizmi? Sizni nafsingiz emas, sizni gormonlaringiz buziladi. Agar gormonlaringizni joyiga qo'ysangiz, mayonez tugul shirinliklar yesangiz ham semirmaysiz. Lekin siz eshitgan juda ko'p dietologlar shirinliklar mumkin emas deydi. Va siz ularni aytganini qilib shirinliklardan voz kechasiz va kayfiyatingiz tushib ketadi. Nimaga? Chunki siz shu paytgacha dopaminni, ya'ni hayotga bo'lgan qiziqishni faqat shirinliklardan olib yurgansiz. Va aynan insonni dietadan keyin 2 baravar semirib ketishi mana shu holatdan kelib chiqadi. Va meni o'quvchilarim esa shirinliklarni yeb ham defitsitlarni yopib, maza qilib energiyaga to'lib ozishgan. Siz ham shirinliklarni yeb va shu bilan birga energiyaga to'lib ozishni istasangiz, 3 kunlik bepul master-klassini o'tkazib yubormang. Bepul darsga qo'shilish uchun profil shapkasidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib kanalimga obuna bo'ling.